Assalomu alaykum, yana bir bor Chirchiq Qibray Bolaxo'z Instagram obunachilari va mehmonlari. Bugun Bolaxo'z ma'muriyati nomidan 3 ta sovg'a qo'yilgan. Chirchiq Qibray Bolaxo'z Instagramiga obuna bo'lib qolganlarga telefonni o'zidan podpiskaga kirib aniqlar ekanmiz. Unda to'xtatib qolamiz. To'xtaganda kimga to'xtab qolsa, o'sha odamni tabriklab sovg'asini beramiz. Mana ketdi. To'xtadimi? To'xtadi. Mana obuna bo'lgan ekanlar. Akbar Alimov Akobir akamiz obuna bo'lgan ekanlar. Mana yutib oldilar. Bolaxo'z ma'muriyati nomidan mana shu sovg'ani. Bu ham Bolaxo'z ma'muriyati nomidan sovg'a, faqat obuna bo'lganlarga. Alomimiz qani ketdik. Menga ham yaqinroq ko'rsatib qolaman. Bahor 1M probel 04 ekan. Navbahor Xolimova. Agar familiyalarini noto'g'ri o'qigan bo'lsam, kechirasiz. Mana shu sovg'a Chirchiq Qibray Bolaxo'z ma'muriyati nomidan sizga bo'lib qoladi. Endi bundoq qilamiz. Hozir obuna bo'lganlarni, bugun obuna bo'lganlardan ham aniqlaymiz. Oxirgi obuna bo'lgan odamni Xudo xolisa Bolaxo'z ma'muriyati nomidan plazmali televizor topshiramiz. Bo'ldi, to'xtatamiz. Shu yerda bo'lsalar agar Muhammad Aliyev, Muhammad Yusuf ekan. 0128 bormi shu yerda? Mana haqqoniy bo'ldi, shu yerda o'tirgan odam. Gap yo'q, bu ham bitta omadda shuncha odam ichida Bolaxo'zga obuna bo'ldilar va sovg'aga ega bo'ldilar. Keling yaqinroq. Qarsiga chalib qo'yasizlar akamga. Kameraga yaqinroq ko'rsatamiz. Bolaxo'z nomidan akajon, mana shu televizorni yutib oldingiz. Bolaxo'z ma'muriyati nomidan qabul qilib qolasiz. Sizga rahmat aka. Bolaxo'z nomidan qabul qilib qolasiz. Bitta qarsigilarni ayaysizlar endi. Bitta plazmali televizor yutib ketdilar. Ovqatlandingiz, xizmat ko'rsatdik va televizor yutib oldingiz. Chirchiq Qibray Bolaxo'z Instagramiga obuna bo'lishni unutmanglar.